O'zbeklarmi? Assalomu alaykum, qalaysizlar? O'zbekcha qo'shiq. Sizlarga bu narsani ko'rsatmasam bo'lmaydi. Men faqat Angliyada supurmayman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, qandaysiz, yaxshimisiz? Britaniyaliklar shanba yakshanba kuni dam olsa, o'zbeklar uyni atrofini yig'ishtiradi. Qoyilmisiz? Albatta, biz o'zbekmiz-ku. Shuning uchun ketdik ichkariga, sizni undanda qiziqroq narsalar kutmoqda. Ketdik. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Gap-GPT ham kelsa-ku. Gap-GPT'da bugun manti. Oho, ana. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosish esingizdan chiqmasin. Londondagi o'zbek ayollari bugungi kunda butun dunyoda mehr-oqibat, inoqchilik kamyob bo'lib borayotgan bir paytda biz Londonda yashovchi o'zbek ayollari bir oyda hech bo'lmasa bir marta yig'ilamiz. Farzandlarimizga o'zbek milliy urf-odatlarini, mehr-oqibat va inoqlikni ko'rsatamiz. Bir dasturxon atrofida manti pishirib, bolalikdagi shirin xotiralarni eslab, o'zbekchilik ruhi bilan to'lib toshamiz. Bu yerda biz har xil viloyatlardan bo'lsak ham bir-birimizga opa-singildek bo'lib ketganmiz. Lekin yuragimizda o'zbekligimiz, mehmon do'stligimiz va mehrimiz saqlanib qolgan. Yillar o'tadi, lekin mana shunday yig'inlar shirin xotiralar bo'lib qalbimizda qoladi. Chet elda yashab ham milliyligini unutmagan barcha o'zbek ayollariga tasanno bo'lsin. Like bosib, obuna tugmasini bosish esingizdan chiqmasin. Nima ketayotgan bola?